Ben sizlerge xalqaro munosabatlarda obrazning ahamiyati degan konuda Rusiya so'zlab turgan vaqtim 30 minut. Ben xalqaro munosabatlarda obrazning ahamiyati to'g'risida so'zlamoqchi. Çünkü bizdeki xalqarodagi hozirgi da'voyimiz uchun asosli logicha diplomatiya yoki xalq diplomatiyasi shaklida davom qiladi. Bu shaklda bizniki obrazimiz intayin muhim. Endi obraz degan vaqtda bizim qalbimizdan demek keladi. Bu intayin muhim. Obraz degan obraz degan ma'lum bir shaxs tashkilot yoki davlatning kishilarning nazariga ko'rinishi. Ben obrazniki bu yerda shunday tutmay, obrazniki lug'at ma'nosida to'xtamayman. Bu xalqaro munosabatlar ilmidagi yoki boshqarish ilmidagi obraz boshqarish, image managementniki nima bo'lsa. Ma'lum bir shaxs tashkilot yoki davlatning kishilarning nazariga ko'rinishi. Ma'lum bir shaxs tashkilot yoki davlat haqida kishilarning zihnida shakllangan ta'siri. Ma'lum bir shaxs to'pluluk yoki davlatning boshqalarga bermoqchi bo'lgan yoki bergan ta'siroti. Qaysi nuqtadan yig'inchoqlab aytsak, yana obraz degan bizning boshqalarning nazaridagi rasmimiz, boshqalarning nazaridagi obrazimiz, ko'rinishimiz. Endi obraz shaxsiy obraz shaxsning rasmidir, tashkiliy obraz tashkilotning rasmidir, milliy obraz bir millatning, davlatning rasmidir. Bu yerda simvollik bo'lsinlar, dunyodagi eng simvollik masjid bilan cherkovniki nisbini ko'rinishini qisqartirib qo'ydim. Buni ko'rgan naqonda bir odam noinki jannatdan istilolaydi. Yuqoridagidan xristian dinidan sirt şu milletdeki başka terkiplerini istilalaydı. Bunun mescidin obrazının Müslüman dikenlikini avunun başkanı Nurman mesleğini istilalaydı. Çünkü bu her şekilde Nurul dindin halkı edebiyat sennetke terapi kılgan. Mesela binakarlık senneti desek, bir kilisinin doğanda qarab, onu Hristiyan binakarlığı var. Eğer bir hilal ayının varlığı qarab, onu İslam binakarlığı var, mimarcılığı var. Simolkenler bilərləyiz. Şuna bu intayin muhim. Ama obrazdaki texmin muhimlikini, yani qanchalik muhimlikini isbotlovchi narsalarga bir video qo'yib beraman. Bu video BDT bolalar fondiniki Gruziyaning poytaxti Tbilisiga qilgan bir qism ijtimoiy tekshirishi. Oldindan videoni bir ko'raylik. Videonun ko'rayotgan bizlik bu qizni chiroyli yasab turib, chiroyli yerim bilan ko'chada qo'yib qo'yganlar nurg'un kishilar bunga dislashib qoldi. Ammo o'xshash bir qizni nomurat shaklda rassiz kiyimda shunday shaklda qo'ygan vaqtda bu qizga o'xshash hissiyat, o'xshash muomala bo'lmaydi kishilar. Birinchisi kishilarga yaxshi muomala qiladi, yo'lda o'tganlar uni kuladi. Hatto tomoq yegan yeriga borgan vaqtda yana elib o'tirib tomoq yuz keladi. Ammo o'xshash qiz kiyim olgan vaqtda hatto yendiki oyoq so'qisini tortib oldi, bunday ansirab yoki uning kiyimining yo'qib ketishidan ansirab xizmatchiga "Buraya chiqib ketinglar" deydi. Demek bunundan biz kişilerge karşılığı kuruluşundaki bu ne kadar muhimlikini ispalayız. Okşaş bir faaliyetine okşamayan kişilerle basa, okşaş bir sözüne okşamayan kişiler dese, okşaş bir sözüne okşamayan kişiler okşamayan şekilde dese, bununki kişilerdeki kaldısılığa gösterilen tesiri, hareketini gösterilen tesiri, benim şunda zor tarafındadır. Hem de biz bunu özümüzdeki nefesine bağlayalım mı? Elbette bağlayalımız. Ben özümdeki şu ata-anamdaki, ailemdeki Xitay tarafından lagırda tutulandan keyin oturup çıkıp medyaya sözülen cereyanını neredeyse başta bende şundan bir duygu vardı. Biz zulüm koyulan kişi olduğundan keyin biraz biçare çıkışımız gerek. Programlarda kütmesimiz gerek. Yani pek
Ama ben bara şunu istedim ki qancha redlik, qancha süfetlik, qancha isil kiyinsek, qancha dağlık so'zlasak, qancha aktif energiyalik bo'lsa, shuncha yaxshi ta'sir bo'lgan. Chunki onasi turkiga tutilgan bir bolaning kulgisini dunyoda hech bir inson bu bexudlikdan, parvozsizlikdan bo'lgan kulgi deb qaramaydi ekan. Uni balki jasoratdan bo'lgan kulgi, hayatda bo'lgan umiddan bo'lgan kulgi deb qaraydi ekan. Shuna bizniki o kadar davo sebebib izilishimizniki hech qanday qasdi yo'q ekan degani men shu jarayon his bo'lgan. Bunu sizlarga so'zlab beraydim. Endi o'zimizniki temamizning davomi xalqaro munosabatlarda obrazning roli intayin muhim. Endi intayin muhim deganda albatta bunga bir chek bor. Birinchidan davlatlar xalqaro sahnada innovat qilishni o'ylaydi. Yani her qanday bir davlat innovatning ichida. Obraz yaxshilashni o'ylaydi. Buning uchun Yevropadagi boy davlatlar hazır bunun içine Asya'nın Xitayı katildi. Dünyadaki obrazını yaxşılaş için milyonlar, milyarlar pul harcayıyor. Xitayga o'qishga borgan chet ellik bolalarga faqat xitoycha dars anglab berganlik uchun, o'rganganlik uchun emas, faqat anglab berganlik uchun 2013'da men Lanjodagi bir universitetda ko'rishgan Turkiyadan borgan bolalarga 5 yulduzlik mehmonxona darajasiga yetib, ayda şu vaqtning o'zida 5 million yuan Xitoy bo'lsa, ya'ni o'qish bo'lib berdi. Ularning Xitoychisi shu qadar berbat, bir nehalni aran deganda shu vaqtda 6 oy bo'lib turgan. Demak, ularning maqsadi nima deganda, shu kishilarni yaxshi ta'sirot qilib, yurtga qaytgan vaqtda Xitoyning yaxshiligini China, Cumhur deganga chiqqan vaqtda ularning ko'z oldida bir güzel obraz namoyon bo'lsin, yaxshi, adabli, axloqli, obraz shakllantirib deb qiladi. Bu meniki xat shaklim o'zgarib ketibdi. Shuni aytib beraman, ularni tuzayman deb tursam, Borxon doktor vaqt oldi. Amir aytishimiz kerak. Shuna xalqaro sahnada innovat qilishni o'ylaydi. Bu obrazning roli, obraz xalqaro munosabatlarda rolchilarning qaror qilishlariga ta'sir ko'rsatadi. Bo'lishi mumkin, bo'lishi kerak. Men so'zlay, masalan, deydi, ko'pincha vaqtda qaror chiqarish nazariyasini ilib etgan vaqtda qaror chiqarish mexanizmi yaxshi. Adətən bəzi rəhbərlər şu vaqtın özündə nima qilmaydi, qaror chiqarib turib, məsləhət qilmaydi, məsləhət qilmaydi. Kichik turishda bizning yo'qimiz bunga. Bunda vaqtda u rəhbərlikki qaror chiqarishiga obraz ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Murodjon keldi, bir qiyinchilikni tilga oldi deydi. Uning yordamchisi yoki katibi Turkiyaning Cumhuriyeti Erdo'g'onga turmushtirgan bir Uyg'ur ketgan, sizlar ko'rishmoqchi ekan degan gap bilan Xitoy ketgan, sizlar ko'rishmoqchi ekan deganda Erdo'g'onning kallasiga boshqa ta'sir qiladi-da, uning bir yoq degan qarori shu obrazning ta'siriga uchraydi. Buniki shunday funksiyasi bor. Obrazning funksiyalarining ichida funksiyaligimiz bilmaydiganlar uchun uniki o'ynaydigan roli xizmati. Bunun içinden birincisi karar çıkarış. Yani devlet başlıklarındaki, memur organlarındaki hizmetçilerdeki, hatta elçihanlarla iltimas kılan vaxtımızda şöyle konsolundaki karar çıkarışını təsir gösterdim. Şu an YouTube'dan video görsama, vize iltimas kılışının talepleri hakkında, kinişki dikkat kılın diye bir yapma başlaydı. Çünkü konsol tuncu ağlan təsiratlı taraftan hüküm kılırdı bu bezde. Şu an obrazdaki karar çıkarış fonksiyası var. Endi ikincisi oddiylashtirish funksiyasi bor. Yani masalan, bu yerda qanday misol beraman? Yana bayonli misolni beray. Bir Turkiyani misol qilaylik. Turkiyadagi biroz milliyatchilik yana bor bir turkka Uyg'ur desangiz, ortiq tushuncha bilishning hojati yo'q. Masalan, qatnashdi, soqchilar to'sdi, yo'lda soqchilar to'sdi, kimlik tekshirdi. Siz u yerda Uyg'ur desangiz ham bo'ldi, tekshirib o'tkaziladi ba'zi hollarda.
oddiylashtirgani. Yani izlenishga hojat yo'q. Redga selish, qilayotgan uchurlarni redga soladi obraz. Obrazga qarab turib ham kishilar 2-3 xil uchur bo'lsa, obrazga qarab turib, masalan, nima deymiz, halaqa inglizlarni hiligar deydigan, Xitoylarni masalan biz Uyg'urlarda baylat deydigan, andan keyin shunday qiliplashga atalg'urimiz bor millatlarga ishlatadigan. Masalan, ruslarni sovuqqon deydigan, andan keyin fransuzlarni hissiyatchan deganga o'xshash ashtaq so'zlarimiz bor. Andan keyin bizning vatanda masalan otishliqlarni tijoratga boy, tijoratchi, andan keyin boshqa yurtdagilarning shunday so'zlari bor. Qo'ldaligini jahil deymiz. Endi yuzlantirish deganimiz shu qaror chiqarishni boshqa taraflarga yuzlantiradi. Menda akademik shaklda yozib bo'lmaydi. Umumlashtirish, mushtaq rollari bor xalqaro munosabatlarda. Endi xalqaro munosabatlarda obraz boshqarish kelsak, bu yerda bir nuqtani oldindan ta'kidlashim kerak. Endi obrazni boshqaruvga bo'ladi, yaxshi yeri. Bir kimning obrazi nachar bo'lsa, yaxshiligi bo'ladi. Faqat bo'lmasa, tih yaxshi. Nachar obrazni yaxshilashdan yo'q obrazni yaratish oson. Ya'ni eski bo'lib yaxshi bo'lmoq tez. Ammo tunilmay, eski bo'lmay turib, yaxshi bo'lmay turib, yaxshi bo'lish oson. Shunga xalqaro munosabatlarda boshqarish ilmimi o'rin olgan. Bu yana obraz boshqarish yana boshqarish ilmining bir tarmoqi. O'xshash bir vaqtda. Endi obrazni boshqaruvli bo'lgan ekan, uni boshqarish kerak. Biz uchun bu intayin muhim deb o'ylayman. Chunki biz namoyishlarimizda, faoliyatlarimizda biz kishilarga uchur taqtimiz endi. Bulutmu bizning vatandagilar hozir bizni dunyoga to'ntanmagan, anglamagan, dardini so'zlayolmagan bir ahvolda biz ularga vakil bo'lib qolamiz. Bilib bilmay, bo'lmasa bizni xalqimiz tayinlamada boshqa chiqib Turkiyaga yoki Amerikaga. Ammo biz shu yerda shu millatga vakolatdan ish qilayotgan bo'lg'achqa bu narsa bizda avtomatik holatda shakllanadi. Ya'ni nima? Vakillik qilish. Endi bu vakillik qilish uchun bizda vatandagi Uyg'urlarni, xalqimizni eng yaxshi shaklda to'ntishimiz kerak, vakillik qilishimiz kerak. Endi xalqaro munosabatlarni cho'ng nuqtadan so'zlaydi. Xalqaro munosabatlarning o'zini cho'ng gap. Shunga obrazning turlari dushman obrazi, ittifoqlash obrazi, Bekind obrazi, Jahongir obrazi, Lokchak obrazi, mustamlik obrazi. Masalan, dushman obrazi. Masalan, Turkiyada, Gretsiyada yoki Armeniyada bir xil dushman obrazi sifatida tasvirlaydi medialar. Azerbaycanlı olsa Can Azerbaycan, kardeş Azerbaycan'da ittifaktaş sütünü tasvirleydi. Ondan Bekind obrazı. Mesela Suudi Arabistan'da biz Xitayga bekinip kaldı deymiz, Amerika'ya bekinip kaldı deymiz. Bana şunda Bekind obrazlar var. Jahongir obrazı bugünkü dünyada, 3. dünyada umumen Amerika Jahongir obrazı sütlük kuruldu ama Xitay hazır yeni bazılar tarafından yeni mustamlikçilikninki vakili sütüde oturup çıkıvatıdı. Yani Xitay Amerika'nın ornunu bazı yerlerde ilişki tırşıvatıdı diyen desek buludu. Mesela Afrika, Latin Amerikası diyen koşuş. Hem de Lokchak obrazı. Lokchak obrazı yanında halklarda köpünce İran bilen Çavşen. İşte halkara kanunları rayı kılmaydı. Köpünce ahvalda. Sırayla ama bazı bunun çekilip kaldı. BDT'nin talay kararını icra kılmadık. Ondan başka mustamlik obrazı. Mesela biz şunu yaratışta tırşıvatımız hazır. Bu yerde mesela biz Tibetler, Şarkı Türkistanlıklar, Xitayning mustamlikisi deganda texi qabul qilg'izib bo'lmadik, ammo shunday obrazlar bo'ldi. Hozirgi BDT'ninki mustamliksizlashtirish ishxonasininki hujjatiga qaraganda shu dunyoda 4 yoki 5 ta rayon bor. BDT hozirgacha mustamliki deb qarab kelgan. Texi mustamliksizlashtirib bo'lmagan. Ammo qolganlar hammasi mustaqil davlatlar deb qaraladi.
Biz Xitoyninki territoriyasi ichida Xitoy nuqtasidan Xitoy bilan bir butun mustaqil davlat deb qaraymiz hozirgi xalqaro qonun va xalqaro siyosatda. Bizniki buni ayirib chiqib turib, Sharq Turkiston besuvlangan zamin degan isbotlashimizdan ters bo'lishligi sabab mana shu. Endi obrazni belgilaydigan omillarga kelsak, obrazni kishilarning xarakteri belgilaydi. İctimai kültürel kurulma belgilaydi, siyasi tüzümünü belgilaydi. İqtisad, coğrafya, insan hakları, taşqi alaka, fen terapiyyat, sol sanat, iş kuruluşturuş, tarih. Bunun hemmisini düşündürsek, uzurab ketidi ama bir qanchisini misal alsak bo'ldi. Masalan, Yaponiya ko'z oldimizga kelganda ko'pincha fen terapiyyat keladi deyman. Fen terapiyyat qildi. Yaponiyaning Meijing degan gap kichik vaqtimizdan bizning yurtda batdi. Xitoyninki yeni sınavcı Yaponiyaniki konusunu alatlanmadan. Endi muhit asrash desa kishilarning qalishqis Shveysariya kilidi hamda nurg'un Norvegiya degan o'xshash davlatlar. Ondan boshqa sayohatchilik desa Tayland, Bali, Yeni Zelandiya, Turkiya bu rayonlar keladi. İnsan hakları tushunchasi desa endi bilib bilmay kishilarning qalishqisiga Amerika keladi. Çünkü Amerika'nın kurgucu teylasokları, kurgucu devlet atıları insan haklarını devlet asas kanunundaki ayrılmaz bir kısmı kadar dünyanın tuncu katını biktirirken. Dünyanın nurgun yerlerde insan hakları hakkında küreşler boğan olsun mu? Hususen Fransiya bu akta intihar gevdelik. Ama Amerika bunu tuncu yerler karşı var. Şu an Amerika insan hakları noktasından hem maqtıladı hem qattiq sökülüdü. Çünkü Amerika'da kütülüğün ümit çoğun boğaçka dünyada onu ada kılınmağaçka şu an kişiler namet buludu. Siyasi tüzülme gelsek, siyasi tüzülmenin obrazını belgeleydi. Mesela Çavuşen İran dese kişilerge halkara sisteminde diktatör diyen bir düşünce kilidi. Demişken demokratik sayılan bilen halklar sayılanmaydı. Xitoy bu cihette mahiyette o'xshash diktatör ama Çavuşen İran'a qaraganda obrazı yaxshi boshqarilgan bo'lg'achqa xalqarada u biraz siliqlashtirilgan. Xitoyning bu jihette O'rta Sharqqa, Afrika qilayotgan talay yordamlari, andan keyin Xitoydagi siyosiy maslahat kengashi, xalq qurultiyi va kompartiya rahbarligidagi bir partiya rahbarligidagi ko'p partiyalik tuzum deb pardozlashi Xitoyni xalqarada Xitoy tushunmaydigan odamlarga xuddi yerim demokratiya bordek tuyg'u berib qo'ydi. Andan keyin Xitoyning asosiy qonunlari asosan jumhuriyat tuzumiga uyg'un bo'lg'achqa kishilar shunday tuyg'u shakllanib qolgan. Şuna bu siyasi tüzülümü intayın mühim. Mesela Saudi Arabistan dese kişilerin kalısı bir padişahınki hakkında buyurvatkalık kilidi vardı. Padişahlık tüzüm. Şuna siyasi tüzüm mühim. Coğrafyanınki biktişide mesela kendini biktidi o. Mesela Hindistanlık dese karamtul kişilerini göz aldığımızı keltiririz. Norvegiyalık dese akpışmak kişilerini göz aldığımızı keltiririz. Şunun okşaş bunu her şeyden düşündüreleyimiz. Hem de obraz başkuruşninki usullarını kessek, yollarını kessek halkara münasebetlerde okugucu almashtırış programları bununki daim mühimlerden biri. Çünkü okugucularınki kalısı tehe sap. 18 yaştan 30 yaş kişi olan ballarını siz yaxşı obraz bilen bir kısım terbiyelep yol kısa koysanız devletimizden. Olar yurtta qaytib bir sizni maqtaydi. Çünkü okugucular oğlu kelgan yerde ularning uyi yok, ularning ota-onasi yok, ular biri muhabbatga muhtoj, yotoqqa muhtoj, o'qish mukofotga muhtoj. Shunga har qanday davlatda chet ellik o'quvchilarga yerlik o'quvchilar qaraganda e'tibor qiladigan ba'zi bir siyosatlar bo'ldi. Albatta ba'zi davlatlarda chetga qolgan ahvolam bor, lekin har ikkilisi shu davlatning obrazini yaratadi. Chetga qolsangiz tillab ketadi. Qancha qo'yningizga olsangiz qancha ularga yordam qilsangiz sizni maqtab ketadi. Hamda xalqaro faoliyatlar deganda masalan ilmiy muhokama yig'inlari, o'sha bizningki bugun eshitayotganimizga o'xshash. Ondan boshqa BDT'de bo'layotgan faoliyatlar masalan. Andan keyin buning ichiga davlat boshliqlarining ziyoratlari. Turkiyaning rais cumhuri Erdo'g'anning ziyoratga amroq chaqirlarga bordi. Bag'an yerlarda Turkiyadan kuchli ko'rsatdi. Shunday Türkiye'ni bilmeyenler Irak'ta durup Türkiye'ni hakikaten emniyette bu halde güçlük his kıldı. Çünkü güçlük lider, güçlük rehber.
Şu xalqaro fəaliyyətlər degəndə bunun dairəsi bək çoğ. Bunun içinə məsələn sənət ko'rgazmalarini kirgizəlaymiz. Bunun içinə xalqaralıq olimpik tənharakət yig'inlarini qatarlaymiz. Futbol musobaqalari hammasini kirgizsak bo'ldi. Ondan keyin qancha vaqtim qoldi? Az qoldi. Onda bo'lsa xalqaro ziyoratlar, bular xalqaro munosabatni boshqa obraz yaratishninki usullari endi. Endi buning ichida obraz ikki xil shaklda his qilinadi. Biri bevosita boshdan kechirish, biz bilan ko'rishgan bir chet ellik bizning bevosita anglab, vatanimizning dardini anglaydi va bizga hukm qiladi. Bular bunda odamlar ekan deb. Yoki mediadan o'qiydi, vositalik boshdan kechirish. Yoki do'stidan anglaydi, Uyg'urlarni Xitoydagi izini tutdi, ben bir Uyg'ur bola bilan birga yetib qolma, birga o'qiyman. O bola yaxshi bola deydi yoki eski deydi, shunday shaklda. Endi yana bu yerda obraz təşviqat, ommaviy diplomatiya və yumshoq kuch bilan munosabatlik. Ya'ni təşviqat bilan obraz ham yaratiladi, ham obraz təşviqat uchun xizmat qiladi. O'xshash qo'mtanasi bo'ldi. Chunki sizning obrazingiz yaxshi bo'lsa, yo'lingiz ochiq bo'ladi. Yo'lingiz ochiq bo'lsa, obrazingiz yana ham yaxshi bo'ladi. Ondan keyin ommaviy diplomatiyami shu shaklda o'qituvchilarning almashtirilishi, xalq vakillarining, naqshchilarning, usulchilarning, diniy ulamolarning yurtlarni ziyorat qilib o'zaro bilim almashtirishi degandek, ondan keyin yumshoq kuch deganda bir davlatningki qurol bilan puldan boshqa barliq kuchlarni ko'rsatadi. Endi yuqorqi nuqtalarga chiqib turib, bizningki hozirgi xalqarodagi obrazimizni qarasak, ben umumiy jihatdan Uyg'urlarningki hozirgi xalqarodagi obrazimizni 4 nuqtaga yig'incha qildim. Balkim biraz salbiy nuqtadan bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo men his qilgan reallik shu, chunki men 2017'lerden başlap medialar bilan xizmat qildim. Ondan keyin ilm tadqiqotchilar bilan paramlashdim, kitoblardan, materiallardan Uyg'urlarga yozilgan mazmunlarni o'qib keldim. Umuman bizni xalqaro medialar osonlik millat deb tashkil qilyapti. Xitoydagi bir osonlik millat deydi. Bu xalqarodagi bizningki bir umumiy obrazimiz. Bu yerda bir nuqtani eslatib qo'yay, bu bizga istash qilgan Turkiyaga o'xshash yoki Amerika, Yevropadagi bizni qo'llaydigan bir qancha millat vakili yoki bir qancha tashkilotning nazaridagi obrazimiz emas. Bizning do'stlarimiz albatta yaxshi ko'radi. Söygününden qanday bo'lsin yaxshi ko'radi. Ammo söymaganlar uchun yoki tanilmaganlar uchun bizningki yer shari miqyosida 194 davlatga bo'lgan obrazimizni o'ylashgan vaqtda asosiy asonlik millat. Asonlik bir millat degan obrazda biz hozir. Undan qalsa turkiy tilli musulmon bir millat deb tunishtirdim. Asosli. Chunki musulmon degan so'z bilan turk degan so'z dunyoga tanilib turgan. Uyg'ur tonishtirish uchun turkiy tilli musulmon bir millat deydi. Bu normal bir qimmat qarash o'z ichiga olmagan bir hukm jumla. Bu yerda men buni salbiy obraz barisida bermadim. Faqat mushtada qaraydi deb berdim. Bu turkiy tilli musulmon bir millat degan gap ayiblash barisida emas, maqtash barisida emas. Ammo osonlik bir millat degan gap salbiy gap. Ondan keyin oshqon bir millat. Endi bu yerda oshqon bir millat degan gapni biz yoqtirmaymiz, ammo xalqaroda tadqiqotchilar, axborotchilar, nurg'un siyosiy partiyalar, davlatlar bizni shunday qaraydi. Buning sababi biri Xitoyningki bo'lmalar tashviq qilishi, butun Sharq Turkistondagi zulmga qarshi olib borilgan kurashni, milliy mujodala, milliy kurashni terrorlik deb atishi, ondan keyin Uyg'urlarning diniy e'tiqodidagi bir qism qizg'inlikni, diniy e'tiqoddagi ba'zi masalalarni oshqullik deb dunyoga tashviq qilishi va birli vaqtda islom dunyosidami mushu oshqullikqa qarshi kurashninki tang boshlanishi. Chunki Xitoyning ishlatayotgan bu so'zlari Misrninki, Turkiyaninki, Saudiya Arabistonininki bexatarlik kuchlariga o'xshash bir uchurni berdi. Chunki mushu kuchlar o'xshash kishilar bilan o'xshash otilayotgan kishilar bilan kurash qilayotgan bo'lg'achqa ular deydi-da, undaqda ularni bizning davlatga falonlarga o'xshashgan yoki mamma tashkilotga o'xshashgan deydi. Shuning bilan bu yerda bir so'zsiz kelishim shakllanib qoladi.
Biz Türkiye'nin İstanbul valiliği bilip ailemizde tutuvaldı edip arz kıldık. 18-20 kişi biz lager kurbanları mundurmanlığı. Şu vaxtda sakçılar ifademizini ağandan keyin şu sakçılarning kechida bastırıp kirişi uylarimizga kız ayollarımızın yağlıklarını ele ötüşleri emaslar. Degandek nurgun narsalarni so'zlagandan keyin en ahırda bir sakçınınki men degan gap, bana degan gapi shu. Bunun içinde fakat mecburi bala tushiritish bilan mecburi bala tushiritish bilan andan keyin shu balalarni davlat maktablariga elib ota-onadan ayirib etish, moshini yazgılı bo'lganda qolganlari hammasi Türkiye'den var. Allah'ıydı narsa emaskan, Türkiye'den var edi. O bizim İstanbul'da kuniga necha yerga tushdim deb bastırıp kiramiz. Davlat uchun bu normal ish, san normal tuyulmagan bilan dedi. Demek kishilarninki qarashi mushtaq shakllanib qolgan. Endi mazlum bir millat. Mazlum bir millat degan gaplarda bu reallikqa uyg'un bo'lsa uyg'un. Ammo bu ijobiy obrazda desa yo'q. Dunyoda hech kim ojizlarga çoğun yardım kılmaydı. Çünkü ümit kütmeydi. Acizlarga faqat istaşlık kıldı. Sizler o zaman oylap bakmalar. Adette sizler telemçilerge paçı pul verirsiler. Paçı pulunlar bombusçu, paçı pul yok deyip ütüp gitsizler yendin. Çünkü meblağ sanmaysizler ki olama. Cek pul vermeysizler. Şu an halkarada bizdenki bulup mu? Golcu katlamıdan keyin, ürümçü katlamıdan keyin, 2017'den keyinki Kengülenlik irqiy qirg'inchilikdan keyin berilgan xabarlar hammasi bizni mazlum bir millatga, ezilgan bir millatga degan tuyg'u keltirib qo'ydi. Undan keyin bizningki chet eldagi lobbichilik faoliyatlarimizdan keyin harakatlarimizda biz Sharq Turkistondagi Xitoyga qarshi kurashlarni, masalan, Barin inqilobi yoki boshqa har xil kurashlarni kishilik huquq nuqtasidan hech qilmasakmi Xitoy kelib bizni shular buzaq qildi deb ko'rsatsa, ondan keyin Xitoyning qilgani xato bo'lib, bo'lmasa mening xato bo'lib qolarmikin deydigan zaif psixika tufaylidan o'zimiz sholga keltirib qo'ydik. Bu Xitoyga qarshi kurash edi. Biz Xitoyda mustaqillik talab qilib, ular qarshi qo'zg'olon ko'tardik deb tunishtirish o'rniga medialarga yoki siyosatchilarga bular odatda 50'sidagi ishlar edi yoki hech qanday gunohsiz degan jiqilimiz biz yo'q. Günahsız xalqning tusuludi gunohsizdir. Nimishqa istoshlik qilishmadi. Ammo uning salbiy tarafi shuki, jasoratsizkan. Jasoratli millat emaskan bu deydi. Turkiyada bu jig'anlaymiz. Turkiyada qilayotgan bolalar bor. Bilamiz. Ya'ni shu qadar zulmni qilayotgandan keyin sizlar nima ish qildinglar deydi. Nimishqa qarshilik qilmaysizlar, men bo'lgan bo'lsam yashamaydim deydi. Albatta Yevropa, Amerikaniki buni tutadigan pozitsiya o'xshamaydi. Chunki ular kuch qo'llanishni xohlamaydi. Tinchlik qarshilik harakatlarda bekrak qo'llaydi. Ammo bana vaqt bersanlar, yana bir tinish so'z olaman. 5 minut. Bilamsizlar? Bular qayerga chiqishni xohlaydi. Chunki buni nimishqa deyman desanlar, chunki bu intayin muhim. Bu bizning ko'ngildagi xalqaro obrazimiz deb qarayman. Endi yuqoridagisi bizning navbatdagi xalqaro obrazimiz ekan. Bu ko'ngildagi xalqaro obrazimiz. Birinchidan madaniyatlik bir millat. Madaniyatlik bir millat deganning ichiga ilm ma'rifatni suydigan, san'atni suydigan hammasi kiradi. Naqsh xuma degan gapdan tortib, dindor degan gapgacha hammasi kiradi. Chunki insoniyat madaniyatining ichida din birinchi o'rinni egallaydi, san'at birinchi o'rinni egallaydi. Bularninki birikmasidan bir madaniyat o'tirib chiqadi. Bu yerdagi madaniyatni kultural deb tushunsanlar bo'ldi. Uyg'ur tilida men madaniyatlik deb oldim. Albatta madaniyatlik deb olsanglar bo'ladi. Til yozib biladigan, o'qishni biladigan, yozishni biladigan degan ma'noda ishlasakmi, bino solishni biladigan, davlat boshqarishni biladigan degan ma'noda ishlasakmi bo'laveradi. Endi saltanatlik bir millat. Biz o'tmishda davlat qurgan, hatto imperiya qurgan. Bu gap xato gap emas. Ammo tamamen eslib oldigan xurafiy gap emas. Mesela tünükün imperiya to'g'riliq gaplar bo'ldi. Ilgirki imperiyalarniki qatlamlar bağlıdır haqida. Bizning o'tmishimizdami imperiyalar qurilib o'zaro urush qilgan boshqalarning zaminini besib olgan bo'lsa, bugun biz dodil davrimiz. Biz Uyg'urlar ayni vaqtda Qozog'istonni besib olgandik. Bu xato. Ammo besib olgan. Bu mesele deyman. Mesele deyman xato tushundinglar.
Masalan deyman. Chunki boshqalarning zaminini besilish bugungi dunyodagi xalqaro qonun nuqtasidan, kishilik nuqtasidan tamoman xato. Uni hech kim aqlayolmaydi. Ammo o'tmishda bo'lgan bo'lsa faxrni deydi. Bu mushtaq bir ziddiyatli masala, buni vazifat qilsak bo'ladi, ammo biz saltanatli bir millat degan so'zni dunyoga anglashimiz kerakki, xuddi Amerikaliklar o'zini ham men Amerikalik deb faxrlanadi, ham Amerikaning indiyalarga irqiy qirg'inchilik olib borganligini rost olib borgan obdan bo'lmagan deb qiladi. Yani küçük insanların hatalarını kabul kılıştığın korkunçsu yok. Hem de tinçlikperver bir millet. Tinçlikperver bir millet diyen obraz bu uruşlu öş diyen gap hocam. Ama mecbur bo'lganda uruşmayı diyen gap emas. Uruşlu öç. Ruslarni biz hem uruşkuma deymiz ama Ruslarninki üzde bir filmde bu yerning sahircimiz o şeysinde kalmadı. Şu filmde Ruslar urushni yaxshi ko'rmaydi deb boshlaydi şu. Ama urushni yaxshi ko'rmaydi deb boshlaydi, ammo amalsiz urush qiladi deydi. Ya'ni biz dunyoga shunday obraz berishimiz kerak. Biz urushni yaxshi ko'rmaymiz, ammo amalsiz urushimizki haqqimizni olamiz, oxirgi urushimiz. Endi mustamlik qilingan bir millat. Bu so'zni qabul qilishimiz kerak, bu obrazni yaratishimiz kerak, chunki bu obyektiv reallik. Bu kamsitilgan so'z emas. Mazlum millat degan gapninki xalqaro qarshiligi, ya'ni Uyg'urcha aytsak, kishilarningki ko'nglida tutadigan bir o'rni yo'q gap bu. Ammo besimlangan millat, mustamlik qilingan millat deganning xalqaro qonunning o'rni bor, kishilik huquq nazariyalarning o'rni bor. Buning har yerda o'rni bor gap. Ondan keyin hurlik yo'lda kurash qilayotgan bir millat. Dal terrorlik, asabiylik qilayotgan millat deganning qarshiligi mushu. O'shaning qarshi tarafidagi so'z mushu. Hürlük yolda kurash qilayotgan bir millat. Yana biri irqiy qirg'inchilikqa qarshi turayotgan millat. Men irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan millat degan gapni yoqtirmadim. Chunki bu bizning ijobiy obrazimiz emas. Irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan millat degan bizning obyektiv realligimiz. Ammo bizning ko'ngildagi obrazimiz irqiy qirg'inchilikqa qarshi turayotgan millat. Qaysar bir millat. Ya'ni qanchalar zulmlarga uchragan bo'lsa bu, qanchalar bostirishlarga uchragan bo'lsa bu, ammo kurash qilayotgan, oxirgi kurash qilayotgan Xitoydagi 50 necha millat assimilyatsiya bo'lib yo'qolib ketsa-mu, yo'qolib ketmay mavjudlikni saqlayotgan Xitoylar barliq yil-nayranlarini ishlatib bo'ysundiramay, eng oxirida irqiy qirg'inchilikdan iborat insoniyatningki nazaridagi eng rezil jinoyatni sodir qilishga majbur bo'lgan bir millat.